Bu shirinlik trend emas, afsona. Yoshligimizdagi yana bir mazali shirinlikni sizlar bilan birgalikda tayyorlaymiz. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Idishimizga sariyog' yoki margarin 10 razrahitel solib, urvoq holatiga keltirib olamiz. Smetana, tuxum sarig'i solib xamir qoramiz. 3 suvalagi bo'lib ozgina tindiramiz. Va yubka qilib yoyib, gaz listiga sovolamiz. Men dumaloq listda pishirdim. Tuxum oqidan bize tayyorlab oldim. Qanaqa tayyorlaganimni opisaniyada yozib qoldiraman. Ustidan yong'oq sepamiz. Qizib turgan duxovkada pastroq olovda ustilari qotguncha pishirib olamiz. Ungacha kremini tayyorlaymiz. Sariyog'ni mikser qilib olamiz. Varyoniy moloko solamiz. Agar quyilib ketsa, zgushoniy moloko sovaramiz. O'shanda oqib chiroyli bo'lib turadi. 3 qavatiga krem surib yopishtirib olamiz. Ustini xohishga ko'ra bezatamiz. Bu shirinlikni biz mishka deb nomlardik. Ba'zi birovlar mishyotka. Sizlar kommentariyada yozib o'tib ketinglar, nima deb nomlardinglar. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Like bosishni unutmanglar. Yoqimli ishtaha.